Bismillahirrahmanirrahim. G'izoni ko'rtoq tavsiylar ba nomi Harisa musammo bo'ladi. Bu bu mardumoni Sapahoti Shamol baxsus O'zbekona Ulusvoliهای اندخوی ولایت فاریابda خیلی bir mashhur va mahalliy g'izolarni birtasi. Bunga nihoyatda aloqamandliklar ko'p. Bu yillar davomida ko'p kamchin mardimlar tomonidan tahya bo'ladi. Baxsus biror xos marosimlarda, to'ylarda, sadaqa va iftorliklarda buni zahmati ko'p sababli mardimlar buni qilishidan voz kechadilar, yetmaydilar. Chunki zahmati nihoyatda ko'p, 24 soatda vaqt oladi bu. Unga kerakli narsalar yarma, go'sht, yog', sut, zarchuba va shunga o'xshashli bir xil masala yedik. Yarma bu ma'nodaki bug'doyni ko'p tortmaysiz, mayda qilmaysiz. Bir bug'doy mumkin 10-15 taqsim bo'ladi. Shunda ham yelanadi bug'doy toki xos un bo'lgani bo'lsa, bu bug'doydan bu yarmanisdan chiqarmali bo'ladi. Sonra buni o'sha nazar va miqdori go'sht voziroi say nazar va ta'dod mehmon bu yarmani omada qilasiz. Ya'ni ki bir ser yarma, 2 ser go'sht. Shu omadagiligiz va mavodihoy degan bilan 100 nafar, ya'ni 100 nafarni dar haqiqat qarnini to'yg'azadi. Va buni o'lchaysiz. Muqobili go'sht, ya'ni ki bir ser yarma 2 ser go'shtni muqobiliga bo'ladi. Ayni shaklda 2 ser bo'lsa, bu 4 ser go'sht omada bo'lishligi kerak. Va aynan o'sha yarma qilda bo'lsangiz, bu 6 ser ila 7 ser go'sht bo'lishligi zarur. Bu g'izo bir xili mashhur bomaza g'izolarni birtasi sanaladi. Bunga juda aloqamandliklar bunga nihoyatda ko'p. Va bu g'izoni qaftolida g'oyat qo'rma ham omada bo'lishligi kerak. Qo'rmaga ham mayiz,
pomodur, xo'sh, yog' ayni shakllida mana yog' ham, yarmani yog' ham omada bo'lyapti, harsani yog'i. Xo'sh, qo'rmaga go'sht, qo'zi yog', qo'y. Xo'sh, mana shunday narsalar omada bo'lsa, mana sho'rvamiz ham omada bo'lgan. Ya'niki go'sht mukammal pishibdi. Qozondan chiqadi. Sonra bu maydonga quyib, bu xo'p yaxlatiladi. Yaxlagandan keyin sitmoqqa shuru qiladilar. Bu go'shtni sho'rvasiga, suviga darrovki tortilgan yarmani tayyor tayga yoqib qaynatib bermali bo'ladi. Mana go'sht ham sovigan. Qavmi xishlar, do'stlar tomonidan bu mayda sitiladi maxsus tovoqlarga. Va sitilgani bir jo'ka zaxira qilib mayda o'sha darrovki sho'rvani suviga yarma taylandi. Yarmi qo'rjali to'xtaydi, tayda ham alav yoqil to'xtaydi, toki buni tayi qozonga yopishmasa bu yarma. Sonra omada bo'lib tutilgan go'shtlar yiltib o'sha qozon ikki taylangan. Mana hozir zarcho'ba taylanib to'xtabdi. O'sha maxsus qozonga taylamali bo'ladi. Mana bu ham qo'rma. Menga albatta taylangan narsalar mayiz, piyozu, xo'sh, go'shtu, yog'u, pomodoru, mana shunga o'xshagan bilan bu qo'rma omada bo'lgan. Mana arsamiz ham omada bo'lmoqda. Tayiga bashiddat alav yoni to'xtabdi. Xo'p, mana maxsus oshpazlar kurray o'rtoqtabdilar toki ba'zo bir chasmoq kelsa va kapkaram o'rtoqtabdilar ki tomini tayi yopishmasa, ya'ni tayi kuymasa. Bu 24 soat vaqt olishligi mumkin. Chun xeyli zahmat bunda nihoyatda ko'p. Go'shtni pishirasiz, go'shtni sitasiz, qozonni, go'shtdan ilgari qozonni omada qilasiz. Zamindan qozuv. Yarmani yelaysiz, qozonga taylaysiz, yarmani pishirasiz. Qo'rma omada bo'ladi. Mana hozir ko'rasizlar. Darrovki tutilgan go'shtlar qozonga taylanyapti. Qozonga taylansa bir tomondan qo'rjali to'xtaydi toki qozonni tayi tutmasa. Mana mayda o'sha nazarba tutilganicha keltirib o'sha qozonga taylanaveradi. Sut ham taqriban soathay akhirda menga taylanadi. Mana shu yerda omadagilik shuki, 6 sir go'shti muqobiliga 15 litr yog' taylamoqchi, 20 litr ham sut. Sut taylagandan sonra xo'p
kurray urmali toki sutni yarmi mukammal ham joniga oladi. Ammo alav va shiddat tayda to'xtaydi. Vaqtiki bu omada bo'ldimi, Sora buni usti mukammal dam bo'ladi. Ya'ni qozonda usti yopiladi toki bu xo'p bahorini damini oladi. Hozir kurraylarni to'xtatdi. Toki bu o'zi xo'p sut bunga mahlut bo'lsa, qo'rma ham kullan omada bo'lgan. Qo'rma qablan aytdimki mayiz, go'shti, quzi, yoq qo'y, pomidor, piyoz shakilli movodlar omada bo'lgan. Mana harsamiz ham suzmoqqa omada. Bu oshpaz maxsus tomonidan suzilmoq shuru bo'ldi. Yeltasiz buni qo'rma taylaysiz u sonra bir jikka, chunki ko'p issiq bir maxsus joyga, bir mahfuz joyga buni qo'ymali bo'ladi to mehmonlar omada bo'lishi uchun. Mehmonlar nazar va omadagilik da'vat bo'lgan albatta. Bir sir yarmani muqobiliga 100 nafar mehmon. Mana bir mahfuzlikka qo'yiladi toki andak issig'i kamalsa. Sonra buni ikki odamlar ustiga shakar siypadidan nushjon qiladi. Shakar buni chunki ham mazali qiladi va hamchinon g'izoni tez hal etadi. Bir bor digar hamma do'stlardan tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.